Assalomu do'stlar, yaxshimisizlar? Tuzukmisizlar? Mana 30 kilovatlik quyosh stansiyamizda panellarni o'rnatish boshlandi. Mana bitta xonadonga o'rnatyapmiz. Xo'p, mana Longi X10 panellarimiz 655 wattlik. Mana eng panellarning eng fulli. Mana buni ishlash darajasi plus 45 dan plus 85 gacha ekan. Mana invertorimizning miyasi. Mana stansiyamizning miyasi mana 30 kilovatlik. Deya invertorimiz mana. Xo'p. Mana chaqmoqqa qarshi, mana saqlagich, mana o'zini avtomatlari, mana 3 faza. Mana bu yerda xo'p, mashinani zaryad qiladigan zaryadchiklari ham bor ekan. Mana 30 kilovat invertorimiz deya. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, aloqadamiz.